Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, diqqat bilan eshitinglar. Biz kelgan joy Qubo. Qubo qishloqning oti berdi. Qishloqning oti berdi Qubo. Xo'p, Alloh taolo Qur'oni Karimda ussisa bittaqvo deb aytgan Qur'onda maqtangan. Taqvo ustida qurilgan masjid, islom olamida birinchi qurilgan masjid ana shu Qubo masjidi bo'ladi. Bu masjidni tamal toshini birinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yadilar. Keyin Hazrat Abu Bakr Siddiqqa, keyin Hazrat Umar roziyallohu anhular. Shu uchun taqvo ustida qurilgan masjid deb Alloh taolo bu masjidni maqtagan. Xo'p, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhida qodoni umra qilmasdan Makka mushriklari ularning yo'lini to'sadi-yu, qaytib keladilar. O'sha yerda sulh tuziladi, sulh shartnoma. Shartnoma tuziladiki, 10 yil urushmaymiz deb, 10 yil urushmaslikka shartnoma tuziladi. Keyin payg'ambar alayhissalatu vassalom Madina Munavvaraga kelgandan keyin podshohlarga noma yozadilar, maktub. Islomga da'vat. Sahobalar aytadiki, ey Rasululloh, siz podshohlarga maktub yozyapsiz, lekin agar bu maktubni muhri bo'lmasa agar ular qabul qilmaydi, muhrsiz maktubni yolg'on maktub deydi, qabul qilmaydi uni. Nima qilamiz? Bitta pechat muhr taxlash kerak. Bitta uzuk yasattirdilar Rasululloh, uzuk. Uni ustiga bunday qubbalik qilib Muhammadur Rasululloh deb qo'yib yozilgan. O'sha uzuk bilan payg'ambar alayhisalom tahoratga kirsalar yechib kirar edilar. Maktub yozsalar o'shani muhrni urib, xatga muhrni urib, keyin podshohlarga nomi yozar edilar. Xullas, bu uzuk Rasulullohni doim o'zlari bilan birga bo'lar edi. Payg'ambar alayhissalatu vasalom vafot qilganlardan keyin u uzuk Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga o'tdi. Bu uzuk Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 2,5 yil xalifalik qildilar. Bu uzukni Rasulullohdan bu tabarrukan deb olib yurar edilar. Abu Bakrning vafotlaridan keyin Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu uzuk u kishiga o'tdi. U kishi Hazrat Umar ham doim o'zlari bilan uzukni olib yurar edilar. Noma yozsalar, maktub yozsalar, o'sha bilan muhrlar edilar. Hazrat Umar ibn Xattobdan keyin kim xalifa bo'ladi? Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu ga xalifalik o'tadi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bir kuni shu xalifa, podshoh uzuk Hazrat Usmonga o'tgan. Bir kuni keldilar, bitta quduqning oldiga suv ichdilar-yu, shu quduqning oldiga o'tirganlarida qo'llaridan uzuk tushib ketdi. Podshoh endi aytdilarki, quduqning suvini olinglar dedilar. Uzukni topmasak bo'lmaydi. Chunki u uzuk Rasulullohdan yozilgan. Uchtaki Hazrat Abu Bakr, uchtaki Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Uzukni topmasak bo'lmaydi dedi. Suvni oldilar, uzuk yo'q. Oxirigacha oldilar, uzuk yo'q. Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, bu uzukni yo'qolishi meni xalifaligimni tugashi deb ta'bir qildilar. O'sha uzuk tushib ketgan quduq ana shu quduq. Ana shu quduq. Men uni gruppaga tashlayman. Bu o'zi bu boshqacha bo'lgan g'isht bilan g'ishtga o'xshagan buni terilgan, bu balandroq. Buni yoniga kelsa agar, hozir ikkita rivoyat bor, ikkita rivoyatlarni aytaman. Buni oldiga kelsa agar odam bu devori bor, devorning ustiga uni suv tashab, satilni suv olib ichilgan narsa. Lekin ikkita rivoyatki Hazrat Usmon radhiyallohu anhu oyoqlarini qo'yib o'tirgan paytlarida o'sha uzuk o'sha paytga tushib ketgan deyiladi. Xullas shu o'sha Rasulullohdan qolgan uzuk mana shu yerga, shu quduqqa tushib ketgani, qayerga ketgan? Qanday uzuk g'oyib bo'ldi? Alloh biladi, lekin Hazrat Usmon aytdilarki, demak, bu uzukning yo'qolishi, topilmasligi mana xalifaligini tugashi deb ta'bir qildilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu shu bilan shahid bo'lganlar, Qur'on o'qib turganda haj mavsumida xullas kelib shuni o'ldirishgan. Endi u yog'i katta tarix. Xo'p, bu yerga ana shu Bi'rul Aris deydi. Quduqning nomi
Bi'rul Aris. Aris qudug'i, ikkinchi nomi Uzuq qudug'i. Uzuq qudug'i ham deyiladi. Men nimaga tashlayman hozir? Qurbaga tashlayman. Avvalgi asli qadim qanday bo'lgan, keyin qanday bo'lgan Hazrat Usmon davrlarida hozirgisi mana shu holatda, lekin shuni hozir saqlab qo'yganlar. Hozir buni ochsangizlarga quduqni ochiladi-da. Xo'p. Payg'ambar alayhisolatu vasallam